Xullas gap bunda. Shahar sentridan uy, Cadillac, yana $1 million beraman. Alo. Ha saypi. Sana bemahal telefon qilasan-da. Ishtimolda. Ha bitta ammamni qiynashini bilmayman, Toshkentga bitta mehmon kelgan. Bir gaplashmoqchi, bir 1 million qilibdi. Ha choyxonada ko'rishamiz, kechir aytaman. Bo'pti. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Devolni ham qulog'i bor deganday xafa bo'lmaysiz endi. Shu takliflarni bizga ham bering-chi, rad qilmasmiz balki. Nima deysiz? Toshkent sentridan uchastka va $2 million beraman. Ha bu uchastka pullarni o'lish uchun bir sharti bo'ladi-ku, nima qilish kerak? Menga uylanish kerak. Ha albatta, menda uylanadigan. Ismim Shomil. Sardor. Pardon? Kecha qatdayding? Kattaligimni nima farqi bor senga? Sen ha boshqacha ekansan, nimaga sen ovozingni o'zgartiraverasan? Bo'yningizdagi nima? O'yinimni nima farqi bor senga? Bir sanda ayollik hissiyotlar yo'q-ku.